Nimaga xalq tanlayapsizlar? 7-3 kredit bankda o'zida ham yo'q-ku. Bankda bo'lmasa agar, men o'zimdan o'zim reklama qo'ymayman-ku aka. Yuring ichkariga, hammasini ko'rsataman dokumentalni sizga hujjatlari bilan. Okajon, o'zingiz bosib oling. Juda ham ko'p kommentariyalarni ham o'qiyman. Ko'pchilik bizga aytishadi, bankda ham bunaqa prosentovka yo'q. 7,3% dan Markaziy bank o'zi ham bermaydi. Sizlar qayerdan beryapsizlar deyshadi. Mana ko'ring. Bu bankni grafiklari yaqinroq kamerani olib ko'rsating. 100 ming dollarga даже 7,3% dan ham to'g'ri kelmayapti. 10 yilga 73% bo'lishi kerak bo'lsa, 72-40% bo'lyapti. Oylik to'lovingiz 1441 dollardan bo'lyapti. Ya'ni siz 10 yil ichida 100 ming dollarga 72.476 dollar qo'shib beryapsiz akajon. Yiliga 7200 dollardan qo'shib beryapsiz. Menimcha, haqiqatan ham bunaqa foiz hech qaysi bankda yo'q bo'lsa kerak, to'g'rimi? Kreditimiz sizga ma'qul keladimi? Olasizmi shu kreditdan? Nima qilaylik? Hech qanaqa dohod kerak emas, kafillik kerak emas. Bittagina zalogga uyingizni yoki noturar magaziningiz, binoyingiz, zavod, fabrika, любой bitta narsa qo'yib berasiz. Bir haftada nomingizga chiqarib beramiz shu kreditimizni. Nima dey? Agar kreditimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, biz sizga bir haftaning ichida chiqarib beramiz. Bo'ldi, kreditingiz ma'qul keldi, menga olaman 100 ming dollar. Sharoitlarimiz yaxshimikan? To'g'ri keladimi? Ha, yaxshi, aldamas ekansiz, haqiqatan rost ekan. Hammasi o'z ko'zim bilan ko'rib ishondim. Endi kommentariyada o'tirib olib, uyda yotib olib, menga yolg'on, aldavotsan, mosheniksan deb yozayotgan mijozlar, iltimos, uyda yotib olib, xohlagan gapinglarni yozmanglar. Men hech qachon yo'q narsani reklamaga qo'ymayman. Ja, shunaqa zo'r bo'lsanglar, yonimga kelsanglar, men dokumentalni sizlarga bittalab ko'rsataman, shu haqiqatan ham 7,3%ligini. Men o'z mijozlarimni o'ylagan holda bu kreditimizni 1 yildan 10 yilgacha ham Toshkent shahar, Toshkent viloyati, ya'ni Zangiotadan Kelesgacha bo'lgan joylarga chiqarib beraman. 10 yilga olib 1 yilda yopsanglar, 1 yillikni foizi bilan, 1 oyda yopsanglar, 1 oylikni foizi bilan to'laysizlar. Biznes uchun juda ham zo'r imkoniyat deb o'ylayman. Hech qanaqa dohod, kafillik kerak emas. Boshqa joylardan qarzdorligingiz bo'lsa, qarzdorligingizni ham yopib, bu kreditlarni chiqarib beramiz. 10 ming dollardan 850 ming dollargacha bemalol olsanglar bo'ladi. Men o'z avtoinstallatsiyalarimni o'ylagan holda hamisha aksiyalarni davom etaman. Tak что tezroq shoshilinglar va tezroq kelinglar.